Akalar, bugun eksperimentda rostakasing bo'ladi. Bu videoni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Hali O'zbekistonda bunaqasi bo'lmagan. Ko'rib turganingiz azot bo'ladi, -196 gradusga teng. Akalar, men o'zimga qiziq bo'lyapti. Mana shu azotda har xil narsalarni test qilamiz. Endi sizlar bilan birga perchatkani sinab ko'ramiz. Hamma bilgan oddiy rezinoviy perchatka. İçiga azot to'ldiramiz. Mana. Xo'roslar, uje menimcha qotdi. Ovozlarni eshityapsizlar. Wow. Qiziq bo'lyapti. Endi buni sindirib ko'ramiz. Gap yo'q, bor. Muzlab qoldi, ko'rdinglarmi? Muzlab. Buni ham sinab ko'rish kerak. O'zini ishda. Uy! O'zini ishdinglarmi? Hop, o'ng qo'lda ishim kerak, ishlashim kerak. Qanaqa bo'ladi? Uy, tilim. Ishlamadim akalar. Mana boshqacha test qilib ko'ramiz. Cho'chilib ketdi-yu. Hamma bilgan temir burchak. Buni solishdan oldin urib ko'raman birinchi. Sinadimi yo'qmi? Endi buni solib ko'ramiz. Hech qancha vaqt turmadi. Ana shu joyiga qo'yamiz. Temirni chochib yubordi akalar. Oxirgi testimiz bo'ladi. Shuncha mehnatga bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Ket. Balonga hech narsa qilmadi. Azotga tiqib ko'rish kerak buni. Golden Crown yo'lkalarimiz bizdan xat bo'lmaydi. Qanday bor shunday ko'rsatamiz. Qanaqa holatda bo'lsa ham, lekin testdan o'tsa, men qo'limni ko'taraman. Qaranglar, muzlabdi. Endi buni urib ko'rish kerak. E'tibor berasizlar, balonga hech narsa qilgani yo'q. Gap yo'q. Men cho'chilib ketadi deb o'yladim. Kunlar yaqinlashyapti. 12 razmerdan 17 razmergacha bor. Akalar, Golden Crown'ga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. 100 000 kilometr garantiya beriladi balonga. Yumshoqligini qaranglar.